Javlon ignasini shunaqa orqamga tiqdiki, ignasini kattaligidan ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Umrimda birinchi marta orqamdan ukol olishim edi. O'tirolmay qoldim keyin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana menman. Bugun sizlarga yurakni larzaga soladigan, soginch va ehtirosga to'la bir hikoya aytib bermoqchiman. Choyingizni tayyorlab oling, orom kursiga yonboshlang va meni diqqat bilan tinglang. Boshladik. Erim Rossiyaga ishga ketganiga 3 oy bo'lgandi. Har kuni telefon orqali gaplashsakda ovozida charchoq va soginch sezilib turardi. Uy esa jimjit. Ba'zan o'zimni yolg'iz his qilib qolardim. Bir kuni kechqurun hovlimga chiqib o'simliklarga suv sepayotganimda qo'shni yigit Javlon darvozasi oldida turib qoldi. U bolaligimdan tanish, ammo so'nggi yillarda unchalik gaplashmagandik. "Assalomu alaykum opa", dedi jilmayib. "Gullar juda chiroyli bo'libdi." Men ham jilmayib, "Va alaykum assalom, rahmat", dedim. Shu gapdan keyin u har kuni yo'lda uchrab, bir-ikki ogiz gap aytadigan bo'ldi. Avvaliga bu oddiy qo'shnichilik edi. Ammo vaqt o'tgan sari suhbatlarimiz uzoqlashdi. Ko'zlarimiz ham ko'proq bir-birini izlay boshladi. Bir kuni yomg'ir yog'ayotgan payt u hovlimiz oldida to'xtab, "Hovlida yomg'ir tomchilarini tomosha qilish juda yoqimli bo'lsa kerak", dedi. Men kulib darvozani ochdim. "Kirib bir piyola choy ichib o'ting", dedim. U kirgach, yomg'ir tovushi, choy isisi va qo'shni yigitning sokin, ammo chuqur nigohi, hammasi yuragimni boshqa bir olamga olib ketdi. Gaplarimiz asta-sekin ehtirosli ohangga o'tdi. "Bilasizmi, opa", dedi u past ovozda, "siz bilan gaplashganda yuragim tez uradi." Men jim bo'ldim, ammo ko'zlarim unga hammasini aytib qo'ygandek edi. Yaqin o'tirganimizda yuragim qattiq ura boshladi. Javlon qo'limni asta ushlab, "Qo'rqmang", dedi. Bu so'zlar ichimdagi bo'shliqni to'ldirib, iliqlik berdi. O'sha kecha hech qanday beodoblik bo'lmadi, lekin yuraklarimiz bir-biriga juda yaqinlashdi. Uning qo'li kaftimni mahkam ushlab, men esa ko'zimni yumib, shu lahzani his qildim. Tashqarida yomg'ir shovullardi, ichkarida esa yuragimizdagi ehtiros tinimsiz urardi. Shundan so'ng har uchrashganimizda suhbatlarimiz uzayib borardi. Ba'zan hovlida gul ekardik, ba'zan kechqurun samoga qarab uzoq gaplashardik. Biz bir-birimizga ehtiyotkorlik bilan, ammo chin yurakdan bog'lanib qolgan edik. Bir kuni u dedi: "Men bilaman, siz eringizni hurmat qilasiz. Men ham sizga yomon qarashni istamayman. Lekin sizga bo'lgan tuyg'ularimni yashira olmayman." Men esa javoban: "Javlon, bu hayotda kimdir kelib yuragimizga iliqlik baxsh etadi. Men seni unutmayman, lekin hozircha bu sirimiz biz bilan qoladi", dedim. Va biz shu sirni yuragimizda saqlab qolgan holda o'z yo'limizdan bordik. Ammo o'sha yomg'irli kechadagi ilk ehtirosli qarashlar va kaftimdagi iliqlik umr bo'yi yodimda qoladigan bo'ldi. O'sha yomg'irli kechadan keyin men bilan Javlonning o'rtasida ko'rinmas ip bor edi. U ip bizni har kuni yaqinlashtirardi. Har safar ko'zimga qaraganida yuragimda iliqlik uyg'onardi. Kechqurunlar endi zerikarli emas edi. Ba'zan u deraza ortidan jilmayib qarardi. Men esa qo'limni ko'targancha unga ishora qilardim. Bir kuni yoz oqshomida havo juda salqin va yoqimli edi. Men hovlimda o'tirib choy ichayotganimda Javlon qo'lida bir savat yangi uzilgan anor bilan keldi. "Opa, bu yil anorlar juda shirali, sizga ham tatib ko'ring", dedi u. Men uni hovliga taklif qildim. Choy, anor va kechki shamol, hammasi juda osoyishta edi. Ammo ichimda bir tuyg'u meni tinch qo'ymayotgandi. Javlon menga juda yaqin o'tirdi. U anorni ikkiga bo'lib qo'limga tutqazdi. Bizning barmoqlarimiz bir lahza tegib ketdi. Shu teginish ham yuragimni titratib yubordi. "Bilasizmi, siz bilan gaplashganda hamma tashvishlarim yo'qoladi", dedi u asta. Men jilmaydim, lekin ko'zlarimni undan olib qochdim. U esa davom etdi: "Men sizning tabassumingiz uchun 100 marta kelishga tayyorman." Shu payt shamol sochimni yuzimga tushirdi. Javlon qo'li bilan sochimni orqaga surdi. Bu oddiy harakat emasdi. Unda shunday iliqlik va mehr borki, ko'nglim erib ketdi. Biz uzoq gaplashdik. O'sha oqshom biz hech qanday chegarani buzmadik, lekin yuraklarimiz bir-biriga yanada yaqinlashdi. O'sha kundan keyin uchrashuvlarimiz ko'proq bo'la boshladi. Ba'zan u menga kitob olib kelardi, ba'zan hovlidagi lampochkani almashtirib berardi.
Har safar u kelganida qalbim hayajon bilan urardi. Ammo bir kuni kechqurun telefon jiringladi, erim edi. U tez orada qaytaman dedi. Qayg'u ham, quvonch ham aralash tuyg'ular meni bosib oldi. Javlon bilan bo'lgan o'sha sirli, ehtirosli uchrashuvlarimiz endi tugashini his qildim. Ertasi kuni kechqurun Javlonni ko'rdim. U Kozimga tik qarab: "Men bilaman, sizning hayotingizda men mehmon edim. Lekin bilib qo'ying, men sizni hech qachon unutmayman", dedi. Men ham yuragimdagi so'nggi iliqlikni so'zlarga to'kdim. "Meni ham unutma. Bizning hikoyamiz faqat bizga tegishli sir bo'lib qolsin." Shu tariqa bizning o'rtamizda bo'lib o'tgan o'sha kechalar, ularning issiq nigohlari va kaftimdagi iliqlik faqat yuragimizda saqlanadigan xotiraga aylandi. Ertalab tong yorishganda hovlimdagi gullarga suv sepayotgan edim. Yuragim bir galati bo'lib, ichimdan bir his o'tdi. Bugun Javlon kelishini his qilardim. Chindan ham tushga yaqin darvoza oldidan uning ovozi eshitildi. "Assalomu alaykum, opa." Men jilmaydim, lekin ichimda bir oz og'riq bor edi. Chunki bu uchrashuvimiz so'nggisi bo'lishini bilardim. Erim qaytib kelishiga atigi 3 kun qolgan edi. Javlon qo'lida bir dasta atirgul ko'tarib turardi. "Sizga oxirgi sovg'am", dedi u sekin. Men gulni olib hidladim. Atirgulning isi ham, bu lahzaning ozi ham yuragimni junbushga keltirdi. "Rahmat, Javlon. Bilasanmi, seni eslab yuraman", dedim. Biz hovli chetiga, daraxt soyasiga o'tirdik. Suhbatimiz oddiy so'zlar bilan boshlangan bo'lsa-da, nigohlarimiz juda ko'p narsani aytib turardi. Javlon qo'limni ushlab kaftimni siladi. Bu teginish yuragimni o'rtaga qo'yilgandek iliq edi. "Men seni ko'rganimda hayotim go'yo rangga to'ladi", dedi u. "Balki bu his tuyg'ularimiz taqdir emasdir, lekin ular chin." Men javoban faqat jilmaydim. Ichimda esa bir nechta qarama-qarshi tuyg'ular kurashardi. Bir tomonda erimga bo'lgan sadoqat, boshqa tomonda esa Javlon menga bergan iliqlik. Shamol barglarni shitirlatar, havoda esa gullarning hidi yoyilardi. Shu payt Javlon asta yonimga yaqinlashdi. Biz bir necha daqiqa sukut saqladik. Har ikkimiz ham bu lahzaning qadrini bilardik. Ketishidan oldin u sekin qulog'imga shivirladi: "Agar bir kun kelib seni yana ko'rsam, ko'zlaringga qarashga jur'at qilaman." Shu bilan u ketdi. Men esa hovlimda yolg'iz qolib, qo'limdagi atirgullarga qarab turdim. Yuragimda esa bir nechta his aralashib ketgandi. Sog'inch, minnatdorchilik va qaytmas xotira. Oradan bir necha kun o'tib erim uyga qaytdi. Hayot yana odatdagi iziga tushdi. Ammo har safar yomg'ir tomchilarini eshitsam yoki shamolda gullarning hidini sezsam, o'sha kechalar, o'sha iliq nigohlar yodimga tushardi.